bolalarimiz sanatoriyasiga keldim. Kirishimiz bilanoq qabulxonadagi shifokorlarimiz bizni shirin gaplar bilan juda chiroyli qilib kutib olishdi. Bu batdagi hamma nimalar, xodimlar, doktorlar nimalar bor ekan, sharoitlari yaxshi ekan. 3 mahal ovqati, bularning shirin so'zlari, mana sham, nima guvohlik suv, oltinga jutli suv, nima har xil masajlar, hamma nimalari bor ekan. Men mana shu yerga kelib rosa yaxshi shifo topdim. Bu shifokorlarimizga vrachdan tortib qabulxonadagi ishlayotganlar hamma xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Xolajon, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men rosa yaxshiman mana. Kelayotganimda o'zimga bir qarab kirdim, endi ketayotgandagi ahvolimni ham ko'rib xursand bo'lganimdan bularga rahmat aytyapman. Xurshidxon, qabulxonada siz otingiz nima edi? Oygulxon. Oydixon? Oygulxon. Oygulxon qizim. Ro'zaxon. Ro'zaxon. Vrachimiz oti nima? Abdulaziz. Abdulaziz vrach o'g'limiz juda chiroyli gaplar bilan bizni kutib oldi. Rahmat. Sog' bo'linglar.